O'rik va shaftolidan juda ham mazali sok tayyorlaymiz va shu sokimizdan esa muzli muzqaymoq tayyorlaymiz. Meni farzandlarim juda ham yaxshi ko'rishadi. Buning uchun menga kerakli bo'lgan mahsulotlarni Korzinka Go ilovasidan dastavka qildirsangiz bo'ladi. Ko'chada juda ham issiq bo'lgani sababli uyda o'tirib, bozordan ham arzon narxlarda va svejiy yetkazib berishadi. Korzinka Go 2 yoshga kirgani munosabati bilan 50% gacha chegirmalar orqali olishingiz mumkin va 250 mingdan oshgan mahsulotingiz uchun dastavka mutlaqo bepul yetkazib berishadi. Birinchi 3 ta zakaz uchun 30 mingdan 90 ming chegirma orqali olasiz. O'rik va shaftolini danagidan ajratamiz. Suv bilan quyib bir marta qaynab chiqqandan so'ng shakar, limon sokini quyib yaxshilab blender qilib olamiz va yanada mayin mazali bo'lishi uchun sitadan o'tkazib olamiz. Muzqaymoq idishlarimizga maydalangan o'rik yoki shaftolini solib, tayyor bo'lgan sovigan soklarimizni quyib olamiz va muzlatgichga bir kechaga yuboramiz. Mazali va juda ham ko'rinishi ishtaha ochar muzqaymoqlarimiz tayyor. Siz ham o'z farzandingizga va oila a'zolaringizga tayyorlab xursand qiling. Hammaga yoqimli ishtaha.